Assalomu alaykum. Chorva ishqibozlari, akalar. Molga bir e'tibor beramiz. Gap yo'q, molni zo'ridan chiqdi bugun. Xudo xolasa Abdurahmon do'stimizdan gibrididan bolasi sementalga gibrid deyapti. Abdurahmon xormang, charchamayapsizmi? Molni zo'ri xudo xolasa bugun. Bugun akalar dehqonbob mol, gabariti ham, suti ham, yeb ichishi, bolasi ham foyda qiladigan mol. Akalar, shunday, foyda qiladigan mol. Bugun biz Samarqand Pazarxon o'zimizning Kirfilm mahallasida. Agar tipda bironta yilni sut kelmasa, mana akalar yoshligi. shu mol meniki, buni qarang. Necha litr sutga beramiz Abdurahmon buni? Buni 15, 16 ta, 20 ta, 25 ta deb o'tmay, 10 litrni olsin. 10 litr? 10 litr sut ham yaxshisi. 10 litrga javob. Endi somonda shunday. Men 13 tagacha olyapman. Sog'lomligi. 100% javob. Ha, suti qaymoqli ekanda, bolasini ozroq. Ha. Suti qaymoqli. Parashaga, bitta parashaga. Shunday. Bunday buni Abdurahmon uncha ko'p kuttirmay bir nima desam bo'ladi. Bolasi gibridmi rostdan? Bola sementalga gibrid. Bolasi akalar gibrid deyapti. Tishini ham bir ko'rsatib o'taylik. Gap yo'q. Mana karsillab turibdi. Tish to'ldirgan mana. Og'iz to'ldirgan, kuch ustidagi mol akalar. Foyda qiladigan joyi buzovchani berganini qarangizlar. Nech kunlik buzov? 5 kunlik buzovchani akalar tursa qarangizlar. Novvosti menman degan. Mana akalar sigirni zo'ri. Mana shunday turadi akalar. Bunday bir dehqon odam foyda qiladigan qilib, narxni chiroyli qilib, Vaqtimda yillik olmish yo'q. shunday 45 million qo'yib beraman. 45 million? Bunday Abdurahmon. Dehqon ham foyda qilsin, olsin, baraka topsin. Bir 2 kelishtirib million qo'yib beraylik. 42 million? Bunday bitta gap aytaman, keyin endi savdo qilasizmi, qilmaysizmi, undan keyin o'zingiz bilasiz. 40 million so'm qo'yib berasizmi shu? Bo'ldi, qo'yib beramiz. Akalar 40 million so'm yana ham telefon qilib savdo qilib ko'rasizlar. Agar o'taydigan joylar bo'lsa o'tib beradi. Nasibsa 40 millionga juda yengil qo'yildi. Bosib berayotgan joyi bo'lyapti akalar. Lekin novvoschasiga 5 ketdim. Haqiqatan ham poychalar polni semental poycha. E'tibor bering. Molni tushunadigan akalarimizga jo'natib qo'yamiz akalar. Dehqonbob molni zo'ridan, yerga yaqindan. Bo'ylar 1.35 bor, ha? 35-40 plus minusda. 1.35-40 plus minus deyilyapti akalar. Aloqaga chiqaveramiz.